kishini ishsiz qolishi, kishini bekorchi bo'lib qolishi. Bu odamning holati katta tezlikda ketayotgan mashinani shofir uxlab qolgan. Shunga o'xshaydi. Mashina nima bo'ladi? Shofir uxlab qolgan, mashina o'ngga moyil bo'lyapti, chapga moyil bo'lyapti, lekin borib bir joyga kirib ketishi aniq. Bekorchi odam uxlab qolgan shofirga o'xshaydi. Shuning uchun birodar, bekorchi bo'lib qolishidan ehtiyot bo'lgin. Pulingni olamasang ham ishlaver. Haqqingni bermayotgan bo'lsang bekor qolma, ishlaver. Chunki bermayotgan bo'lsa qiyomatga o'tdi. Bermayotgan bo'lsa eng kamida o'zingni bekorchilikdan saqlading. Ana shu qadimgi filosoflardan Buzurgi Mehr aytadiki, agar biron ish bilan bandlik, shijoat makoni bo'lsa, u holda bekorchilik fasodlar makonidir. Bir narsa bilan band bo'lib mashg'ul bo'lishlik, shijoat paydo qiladigan o'rin bo'lsa, endi bekorchilik fasodni paydo qiladigan o'rin bo'ladi.